Voy. Vashshe borib kutaverib jonga tegdi-da. Qachon meni navbatim keladi va voy chumadim. Nimaga hamma menga qarab turibdi? Yangimisiz deyman, janob? Nimaga men bu yerga yangiman. Ko'rinib turibdi, shaharga ko'p yurmagansiz. Nimaga? Nimadan ko'rinib turibdi? Axir men shaharliklarga o'xshab kiyingan-ku yoki mana bu boladan yoki anavi amakidan bironta joyim kammi? Ha, bilmadim, qandaydir g'alati barbiram, g'alatiroqsiz. Mayli, lekin mana bu tashqaridagi odam qarab turmasa zo'r bo'lardi, sal noqulay bo'lyapman. Bilmadim, bu odam sizni bilgandir-da, shahardan emasligingizni. Nima qilibdi qishloqdan bo'lsam? Sizlar nima ishingiz bor? Shahar istagan kim? Voy, manman. Va mana navbatim keldi. Va nihoyat sizlar endi qaramanglar menga. Assalomu alaykum janob, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Orqadan keling, men sizni ko'rmayapman. Voy, uzr. Voy, men telefonim olayda, men bilib olib qo'ymasam. Janob, yaxshimisiz? Albatta. Xo'sh, siz hozir menga ariza bergan ekansiz, albatta. To'g'rimi? Ha, bir hafta oldin ariza berdim. Xo'p, sizga adashmasam ish topib berish kerak, to'g'rimi? Albatta janob. Shuning uchun kelgandim va men sizda hozir adashmasam 2 soat kutdim. Necha soat kutganingizda so'ramayapman, hurmatli shaxs. Mayli, uzr lekin. Xo'p, qisqasi sizni adashmasam yana 2 haftadan keyin kelasiz. 2 haftaning ichida men sizga ish topib beraman shahardan. Obunachilar, sizlarga modlik kerakmi? Unda men o'zimni Telegram kanalimda maslahat beraman. Bilasizlar, yaqinda men o'zimni Telegram akkauntimni o'chirib yuborgandim. Shu sababdan yangi kanallar va yangi akkauntlar ochdim. Eski kanallarga obuna bo'lgan bo'lsanglar chiqib ketinglar. Umuman kerak emas endi ular. Meni yangi kanalimga va chatlarimga obuna bo'lib qo'yinglar va modlarni o'sha yerdan olinglar. Yangi modlarni tashlab boraman. Barchalaringizni kutib qolaman. Mayli, janob, bo'lmasa men ketishim mumkinmi? Albatta, bitta ikkita hujjatlarni olib kelishingiz kerak edi. Olib keldingizmi? Mana hujjatlarni olib kelganman. Mana olishingiz mumkin. Okey, bo'ldi. Xo'p, ana endi ketishingiz mumkin. Mayli, yaxshi, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Yana keling, sizni kutib qolaman. Mayli, janob, sizga katta rahmat lekin. Mayli. Mana bu odam qulayotibdi, ahmoqlar, nima qilyapsanlar? Hozir men sizlarga bir zo'r ish o'rgatib qo'yaman. Mana. Opa! Ana ketib qoldim. Kerak edi sizlarga, ko'rdinglarmi? Bu odamni uyg'otmanglar. Bola, bu odam juda ham yoshi katta va ulug' odam. Qaranglar, shunchaki medallari bor. Men to'poylik kelib, nima edi, men bu odamni uyg'otyapti. Tushundingmi? Qayta uyg'otmalaring. Sallammi? Bola, mana bu yerga lift bo'lish kerak. Liftni buzib narvon qilib qo'yganlar. Vashshi hayronman. Boru shunaqa ham shahar bo'ladimi? Nima qilyapsan sen? Uzr gapirishayotgan bo'lsanglar, uzr bilmasdan. Voy, bola, vashshi juda ham g'alati odamlar, juda ko'p odamlar, vashshi men g'alati bo'lib ketaman-da ko'p joyga. Voy, voy, shaharmisan? Shahar va ajoyib shahar. Voy, juda ham charchavordim. Yana qancha hujjatlarni olib keldim. Yana shuncha ishlar. Sumkamda nima bor ekan? Voy, sumkamdagi suvni ham olib ichishim kerak. Voy, ajoyib. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana Toshkentda sal qishloqqa. Vashiyatdan siz ham qishloqsiz, amaki lekin. Mayli. Voy, juda ham zo'r ekan. Tushunmadim, nimaga hamma menga qarayapti? Nima men yoki men mashhurman shunchalik, Sen hech qanaqa mashhur emassan, tushundingmi? Mayli, o'zingizlar bilasizlar. Okey, xo'p, bo'lmasa hozir meni yo'lga o'tib taksi to'xtatishim kerak. To'xtanglar. Mana bu yerda zebra ham yo'q ekan. Albatta, zebra yo'qligi uchun men shu yerdan o'tishga majburman. Aytgancha barchaga salom do'stlar, meni ismim Shahs va men yangi video roligimga xush kelibsizlar. Bolalar, obunachilar yaxshimisizlar? Bolalar, qarochi mana ko'rishinglar mumkin. Bolalar, men hozir shahardaman. Voy, bo'lishimiz kerak va shaharda bolalar juda ham ajoyib, qizg'in ishlar ketmoqda va mana bu yerda adashmasam bu ish topib beradi va yoki mana bu yerdan ish topib berishadi bular. Juda ham katta shahar, ishlar ko'p va bolalar, ana endi men shaharga o'tib videolar olib yoki ishlar qilishim mumkin bolalar. Mayli, bo'lmasa qishloqqa borganimizdan keyin gaplashamiz. Bo'lmasa hozir taksi chaqiraman, ya'ni Yandex deydilarmi, nimadir chaqiraman de. Katta rahmat lekin mayli. Hop, to'lov qildim, adashmasam albatta to'lov qildim. Naqdda qiluvdim-ku. Qani endi uyimga kirsam. Chumam, qishloq qanaqadir g'alati, mayli. Shaxs qayerga ketyapsan? Uyimga ketdim, nima tushunmadim men senga. Bu baligim to'ppoy. Nima deyapsan? Axir bu meni uyim.
Mani uyim. Mani uyim. Mani uyim. Qani mani uyim? Shumi mani uyim? Ma'lum. Shumi? Ha, mana shu ekan. What the hell? Nima qilib tashladinglar bu qishloqni? Yo, bolalar obunachilar buni qaranglar, qishloqni nima qilib tashlashgan? Hammasi mani uyimga o'xshatib quribdi. Даже meram bolalar вообще yu. Вообще borib, men вообще hayron qoldim bolalar. Men atelepdan qilmadim bolalar. Mana bu uyiga kirib ketibman borib вообще. Hozir mer bilan gaplashmasam bo'lmaydi. Qishloqlar nimaga buni qildinglar? Короче, biz bugunni ana endi biz o'zimiz qishlog'imiz uchun shunaqa bayram uyushtirdik. Bugungi kunni, ya'ni bugun qanaqa sanaydi? Bugun bilmayman, nima qanaqa ekan. Короче, shu kunni biz temirchi xona kuni deb e'lon qilamiz va o'sha har yili shu kuni biz har doim bizning uylarimizni temirchi xona qilamiz. Nimaga bunaqa bayram qildinglar? Tushunmadim. Juda ham g'alati bayram ekan. Mer qayerda edi? Ha, bu yerda uyga borgan juda ham zo'r qilgan uy. Senga bir xil o'xshatgan. Menimcha hammalaringiz bir xil qilgansizlar. Men adashib mana bu yerga kirib ketdim-ku. Voy. Qishloqqa tushmadim. Salom qilaymi? Albatta. Nimasiga bora? Menimcha juda ham ajoyib. Zo'r, lekin вообще menga o'xshatibsizlar-da, yo, unchalik o'xshatmabsizlar ichkarisini, lekin men bu tashqi tomoni juda ham zo'r o'xshagan. Вообще men hayron qoldim. Merda uyim, mer kirsam bo'ladimi? Mer qani? Voy, mer. Sen nima kirding, tushunmadim. Video olayotgandim o'zimning kanalimga. Voy, mer qanaqa video bilsam bo'ladimi? Mana senga o'xshab youtuber bo'lmoqchiman. Qarasam sen 1000 tadan ziyod obunachilik qilib tashlayapsan. 10 tadan ziyod ham obunachi qilib tashlayapsan o'tgan safar. Men chidolmayman. Men ham shunaqa videologim keladi. Voy, mer aytsangiz o'zim podдержка ko'raman, lekin mer nima desam bo'ladi? Hozir yaxshi fikr emasmi deyman-da, sababi xuddi birki mendan ko'chiryapsiz, mer. Nima farqi bor kimdan ko'chiryapman? Men mana yuzim bilan qilyapman, sizni videolar qilyapman. Seni qara yuzingni ko'rsatmaysan. Men bu yuz bo'lmaydi, nima bu, mer? Nima farqi bor? Menga ko'p gapirmasan, men ish qilyapman. Chiqib ketdi, Mayli, mer, agarda sir bo'lmasa nechta obunachi qildingiz? Şey bo'lmasin. Nima 100 ta obunachi qilganman. Yana ozginagina 900 ta yig'sam o'zi 1000 ta obunachi bo'ladi. Mayli, omad, mer. Aytgancha, mer, siz nimaga bunaqa kunni temirchixona kuni deb e'lon qildingiz? Men qishloqlarni anladim-da, shu menga temirchixona qurib bersin deb. Voy, siz nima, bolalar, mer shu ustri. Mayli bo'lmasa, mer, men ketdim. Assalomu alaykum barchaga. Voy. Короче, o'zing, sen shobab, chiqib ket deyapman men senga. Xo'p, bola video olayotibdi bu mer. Ajoyib bola. Menga juda ham yoqdi bu qishloq, chunki xuddi birki hozir bu qishloq menga tegishli bo'lyapti-da, bolalar, qaranglar, xuddi birki bilmadim bola. Qanaydir qilib xursand bo'lib ketyapman. Qaranglar, juda ham ajoyib qishloq, juda ajoyib. Oq qishloq, do'stim, yaxshimisan? Albatta yaxshi, o'zingda nima gaplar, shaxs? Yaxshi. Uyingni juda ham ajoyib qilsan. Qani damlamalar yo'qmi? Endi-da damlamalarni quramiz. Uyim yoqdimi senga? Albatta yoqadi-da, chunki meni uyimga bir xil o'xshatibsizlar. Mayli. Sal qoldi, seni o'zingni uyingni shunday, nima desam bo'ladi, o'zimniki qilib yuborardim. Mayli, o'zing bilasan. Tushunmadim, men bombam tushib qopti-da. Voy. Bola bum qilayotgan bombachalarim bor-ku. Mana bola ko'rishinglar mumkin, juda ham ajoyib. Qurgan holda bular juda ham meni xursand qilishdi. Bilmadim, men qanaydir xursand bo'ldim. Va u bolam, qaranglar, juda ham ajoyib bizni uyimizda. Va bolalar, bir ikkita narsalar bor. Bardak bo'layotib, buni to'g'rilash kerak, mana bularni to'g'rilash kerak. Mana bu yerda damlamalar bor. Misol uchun, mana bunaqa qilamiz, hech nima bo'lmaydi, lekin nima bo'lganda ham, mana bunaqa qilsa ham, opa, hech nima bo'lmadi menimcha. Mayli. Bunaqachi. Spectre damage. Hop. Menimcha men damage olmayapman bola. Menimcha juda ham zo'r.
juda zo'r. Короче, nima ham derdim bola bu musor, musorlarni qaranglar. Bu mumaga tozalab olaydi. Yaxshi. Bu soat Minecraft soati, bu soat esa shaharda soat. Qisqasi mana shu ikkita soatni mana shu yerga qo'yib qo'yganman. Qaysi xato ko'rsam, unisini ham bilib olaman. Mayli. Mana bola ko'rishingiz mumkin. Agarda sizlarga video roligimiz yoqqan bo'lsa, tez like va podpiska bosib qo'yishni esingizdan chiqmasin bola. Biz tezroq 1000 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Bilmadim bola, anchadan beri 1000 ta obunachi qila olmayapman. Bilmadim. Mayli bola, bugun sizlar bilan men yana shahs bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha xayr bola. Aytgancha bola, kelasi video rolikka kimni chiqaraylik video roligimizga tez kommentariyaga yozaveringlar. Mayli, sog' salomat bo'linglar. Bom. Na. Voy. Sizlar hali ham obuna bo'lmadinglarmi? Yo'q, bolalar tezroq 1000 ta obunachi bo'laylik. Boydan beri aytib o'tibman. Davay obuna bo'linglar. Men ketdim, ishlarim ko'p edi.